Rivoyat qilinadiki, bir kuni bir kishi arab saxovati ramzi bo'lgan Hotam toyning oldiga kelib, undan so'radi: "Ey Hotam, seni saxovatda yengan biror kishi bo'lganmi?" Hotam javob berdi: "Ha, meni Toy qabilasidan bo'lgan yetim bir yigit yengan. Bir kuni uning hovlisiga mehmon bo'lib tushdim. Uning 10 ta qo'yi bor edi. Shundan boshqa hech narsasi yo'q edi. Men kelganimni bilgach, ulardan birini so'ydi, taom tayyorladi va menga tortiq qildi. Oldimga qo'yilgan narsalar ichida qo'yning miyasi ham bor edi. Undan tatib ko'rdim, menga yoqdi va ta'mi juda yaxshi ekan, haqiqatdan mazali" dedim. Hotam so'zini davom ettirib dedi: "Yigit gapimni eshitishi bilan menga indamay joyidan turib chiqib ketdi va ketma-ket pishgan miyani menga keltirib berib turdi. Men esa uning nima qilayotganini bilmasdim. Ertasi kuni qaytmoqchi bo'lib tashqariga chiqsam, uyi atrofi qonga belanganini ko'rdim va shunda u barcha qo'ylarini so'yganini bildim." Hotam hayratlanib yigitdan so'radi: "Ey bolam, nega bunday qilding?" Yigit g'urur va izzat bilan javob berdi: "Subhanalloh, menda bor bir narsani siz yoqtirgan bo'lsangiz, uni sizdan qizg'anamanmi? Mehmonga yoqqan narsani bermaslik arablar uchun uyatdir. Toy qabilasidan bir yigit mehmonidan bor narsasini ayabdi degan gapni eshitishga toqat qilolmasdim." Roviy aytadi: "Keyin Hotamdan, 'Bu yigitni nima bilan mukofotlading?' deb so'rashdi. Hotam dedi: 'Unga 300 ta qizil tuya va 500 ta qo'y berdim.' Shunda unga: 'Demak, sen undan ham saxiy ekansan', deyishdi. Hotam esa kamtarlik bilan bosh chayqab: 'Yo'q, u mendan ham saxiy, chunki u bor yo'g'ini berdi. Men esa ko'p narsamdan ozginasini berdim', dedi." Xulosa: saxovat berilgan narsaning ko'pligida emas, balki ehsonning samimiyati, qalb pokligi va niyatning xolisligidadir. Bu yigitdan o'rganing. Haqiqiy himmat boylikda emas, balki insonni boridan ham berishga undaydigan qalb sofligidadir.